Nima men hammangni bitta-bitta yo'qotishim kerak? Men maktabga kech qolasan, turib tutchay. Ragatga. Mana kun. Pichoq qani pichoq? Bitta-bitta ye, shu seniki hech kim yemaydi shuni. Ana shu yerda menga ber. Qo'lingni kesadi hozir pichoq. Quvnoq tayda parahodining kema jurnali 5-fevral. Choyingiz hammang. Lekin ey. To'kasan hozir. To'kilgan. Bolam oli-ye. Qornim to'q dedim-ku. Qo'shnidan bir sochiqcha olib keldi. O'zimizda ham bor-ku. Olib kelib qo'yda shuni bo'lmasa. Men nima qildim? Menga oqqan baqirasiz. To'kiladi. To'kilma. Maktabga kech qolamiz. Ming marta aytaman, maktabga kiyadigan formangni dasturxon boshiga kiymadi bu palazga. Men toza bo'ldi, kiy tez-tez bo'l. Men bo'ldim, bitta tugmachasi ortiqcha ekan ona. Qara, shohruxlikka o'xshadimmi? Mana buni bostirib kiyib yurgin. Tushundingmi? Shamollasang qo'llariga pul yo'q. Tezlashlaring. Ey, labingni o'chiray. O'lersan. Shu narsa surmadim, o'zi shunaqa. Ma, ustoz remont pulini ham olib ketuvdilar. Chop, ertaga olasan. Uydan nashatni olib chiqdim, maktabga borib maqtan uchamiz. Menga ham berasan, ketga. Qara, puling ko'paytirib bering. Mana 2 ta olib, mana 3 ta berdim. Aldama. Yoshlik sani o'ylamagankan